Ertalab tursangiz, jinsiy olatdan qandaydir suyuqlik chiqayaptimi va peshob qilganda achishish, og'rish, qichish, shunday holatlar va peshobni struyasi ikki tarafga qarab chiqayaptimi? Bunday holatda katta ehtimol bilan veneritskiy kasalliklar yuqtirib olgan bo'lishingiz mumkin. Bu asosan siz sluchayna biror ayol bilan jinsiy aloqa qilsangiz, shunday holatlarda kelib chiqadi. Buni agar davolamasangiz o'zini asoratlari, ya'ni prostatit, arxit, epidemit, struktura uretra, ya'ni uretrani siydik yo'lini qisqarishi va keyin bular spermatozoidlarni ishlab chiqarishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar sizda shunday holatlar kuzatilsa, vaqtni yo'qotmasdan urologga uchrang va to'g'ri tavsiyalarini olib, lecheniyalarni boshlang.